tashabbuslangan pullarni yo'lda deb qilamiz endi bu. Deganlaring bo'ldi ishlaydi. Magadan bo'lsa bir harakat qilaverasizlar endi. Aynan. Plastikka tushirib beriladi. Yilda 25%. Loyiha tashabbuskori ayol kishi bo'lsa 2% tushib beriladi. 23% bo'ladi. Yana 312 qarorimiz bo'yicha tashabbuskor ayol kishi bo'ladigan bo'lsa, uniki 19%, 2% tushib bergan. Erkaklarga 21%. Tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanib kelayotgan islomiyda do'konlar bor, oziq-ovqat bor, oziq-ovqat sotadiganlar bo'lsa, faoliyat bir yil davomida oshgan bo'lsa-ki, aylanmalarga beriladi. 100 milliongacha beriladi, garovsiz. 100 milliondan yuqori 300 milliongacha olish mumkin. Uni 100 milliondan oshgan qismiga garov qo'yiladi. Muddati 60 oy muddatgacha. 2 yilgacha imtiyozlari bor. Savdo faoliyatiga bo'lsa 18 oyga beriladi.